Uy kerakmidi? Mana uyni ko'ring unda. Xo'p, akalar, bu uyimizga keladigan bo'lsak, sotiga 4,7 почти salkam 5 sotik bu uyimizda 6 ta xonasi bor. Mana bu tarafda ikkitadan tushgan 4 ta xonamiz bor va buni tagida bir xonali podvali bor. Bu uylarimizni hamma eshik romlari akfa eshik romlar qo'yilgan ekan. Mana bu tarafida ham shunaqa akfa eshik romlar bilan 2 xona отдельный uy solib qo'ygan. Remontlari chiroyli qilib remont qilib qo'ygan va bu 2 xona uyni tagi podval. Tagini bitta splashnoy qilib turib kuxnya qilib qo'yishibdi hozirda. Zimniy kuxnyada o'choq, qozon, letniy kuxnyalari ham bor. O'choq qozonlari, tandiri, banya, hojatxona hamma yo'g'i bor. Mana bu o'rtada turgan so'rimizni tagi nima ekan? Hovuz ekan, suvlari bor, grant tushgan uyga, Wi-Fi'larigacha bor va bu uyda narigi videoda ko'rgan bo'lsanglar, uni orqa tarafida molxonasigacha bor ekan, hamma yo'q bor. Endi bu uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, sotilmaydi. O'zi asli shu kunlarda menga uyimni almashtiraman uka deganlar rosa ham ko'p chiqyapti-da, Achchidan, boshqa joylardan ham uyimni almashtiraman deganlar ko'p chiqyapti. Bu uyimiz almashish yo'llari bilan sotiladi, bunday aytganda. Barterga shu Aravon territoriyasida, sentr territoriyalaridan, haligi sentr bo'lib, sentr emas, unaqa 10-15 kilometr chekkalarda bo'lmasin, shu Aravon territoriyasida bo'lsa, akamiz uyini barter qiladi. Bu yerda hech qanaqa janjalli joy yo'q, dokumentlari ham puxta, o'zlarini uyini aka-uka bo'lishgan. Bu akam orqa tarafida. Mana shu uyimiz barterga chiqyapti akalar. Mana bu joyda akamizni telefon nomerini qoldiryapman. Akamiz bilan telefon qilib, shart-sharoitlarini, qanaqa bir o'zingizni variantlaringiz bo'lsa aytib ko'rishingiz mumkin. Adresini aytdimmi? Adresimiz akalar Parsezda, To'xtagul ko'chasida. Saidburxon qora akamizni uyini bilamiz. Shu Saidburxon qora akamizni uyidan bir devor qo'shnisi bo'ladi bu akamiz. Layk bilan podдержка qilib yuborish esinglardan chiqmasin. Rahmat.